Mahr masalasi turmushga chiqar ekan, erkak mahr berishi shart. Bizning Hanafiylarda vojib deyiladi, ba'zi ulamolar farz deydi. Xullas, mahr bermasa, baribir mahr sobit bo'ladi, mahr misl sobit bo'ladi. Mahrsiz nikoh yo'q. U mahrni oladi, meros bo'lsa merosni oladi, biror tiyin sarflamasdan uyda ishlamasdan o'tirishga haqqi bor. Pulni xarajat qilmaydi. Ermi? Erga turmushga chiqdimi? Ha, er endi uni boqadi. Har 6 oyda yangi ko'ylak olib berishi shart. Har 6 oyda. Bir sezon degani, yozda bir yozlik kiyim, qishda bir qishlik kiyim olib berish kerak. Yemog'i, ichmog'i, joy ta'minoti er zimmasida. Bu ishni qilmayotgan erkaklar qiyomatda javob beradi. U soqolni uzun qo'yib olishligi, umraga 5 marta borib kelishligi yoki 5 vaqt namozga masjidga qatnayotganligi uni ahli ayoliga nafaqasini qilmayotganligini qutqarmaydi. 5 vaqt namoz o'qiganman-ku, ahli ayolimga qaramasa ham bo'laveradi deya olmaydi. 5 vaqt namozga so'raladi, alohida u ahli ayoliga qaramaganligi alohida so'raladi. Birov haqqi, bandani haqqi bu.